Sizlar bilan har doimgidek Alisher Y999 BM kanali va sizlar bilan do'stlar har doimgi o'yinimiz Car Parking. Va sizlar bilan men Alisher. Kelinglar do'stlar, bugun Car Parkingda nimadir qiziqarli qilamiz. O'yinmi, to'ygami yoki uzoqlarga ketamiz. Kelinglar, dachaga chiqamiz bugun. Ketdik. Serverda hech kim yo'q. Bitta o'zim va pulni olib olamiz. Pul bizga kerak bo'ladi. Pulni oldik va endi ketsak ham bo'ladi hozir. Endi buni ochmasak ham bo'ladi. Bu yerga burilamiz va bu yo'lga ketamiz to'g'riga. Endi to'xtamasak ham bo'ladi. Bir marta tormoz bosamiz, o'ng tomonga burilamiz. Va yaqinlashib ham oldik bosishga. Agar sizlar ham dachaga chiqmoqchi bo'lsanglar, videodan yo'llarni eslab qolsanglar bo'ladi. Bugun videoni to'xtatib, kesib, u yerda paydo bo'lib qolmayman. Sizlarga ham lokatsiyani ko'rsatib boraman. Va mana qorli zonaga ham yaqinlashib qoldik. Mana keldik. Bu yerda qor boshlangan bo'ladi o'zi. Bitta biznes ochib ketamizmi bu yerdan ham? Menimcha endi bu zapravka menga qarashlimi deyman. Menimcha shunday. Lekin yana ham bilmadim. Zapravka olib ko'raman. Mayli. Hech narsa qilmaydi. Va o'zimizning yo'limizda davom etsak ham bo'laveradi. Kelinglar, dachada yeyishga bitta ovqat olib olamiz. Va u yerda mazza qilib ovqatlanib yana yo'lga chiqamiz. Mashina shunday qoldiramiz. Va magazinga qarab yuguramiz, chopamiz. Oho, kola bor ekan, keyin Sprite, Mojito bor ekan. Yana hokazo narsalar bor ekan. Bizga bu katta supermarket ekan. Kimdir bormi kassaga? Hozir men kassa uchun qidiraman va narsani olib asta yo'lga chiqamiz. Va mana do'stlar, narsalarni oldik, tikladik va endi asta yo'lga chiqsak ham bo'ladi. Meni sal orqa adreskasi o'tirib ham qoldi mana. Boya balandroq edi, hozir o'tirib qolgan bo'lsa ham. Hozir mana bu to'g'riga ketamiz. Qaror yurish kerak qorli zonada. Agar o'zimizga muammo bo'lishi mumkin. Va mana dachamizga ham yetib keldik. Mashinani qayerga qo'ysam, kelinglar, birdaniga garaj olib qo'yamiz. Ochib qo'yamiz. Qarab kirib qolamiz.
Asta-asta temirlar oldik. Bakovaydan qarab haydash juda qiyin menimcha. Sizlarga oson bo'lishi mumkin, lekin menga sal qiyin. Bo'ldi, mashinani o'chiramiz, ruchnoy tortamiz, ochib yana qulflab qo'yamiz va tushamiz. Mashina ancha kir bo'lgan. Shaharga borib mo'lka qilib olamiz. Mana bizning ham dacha. Birinchi qavatni ko'rib olamiz. Bu yerda dam oladigan joy, bez televizor yo'q, lekin konditsioner bor ekan, mebel. Ana bu yerdan ko'chaga chiqsa bo'ladi. Bu yerda PlayStation o'ynasa bo'ladi. Telefonim bor ekan, telefonim. Xohlasak o'ynaymiz. Agar kerak bo'lsa olib ketsak ham bo'ladi. Va mana bu yerda ham xit taratuvchi, kofe, kitob va o'tiruvchilar, notebook va oshxonaga kerakli narsalar. Bu yerda kitob javon va eng keraklisi-ku. Eshik yomonda. Mayli, ochilmasin. Короче, do'stlar, hozir biz ovqatlarni tayyorlab ovqatlanamiz va astagina yo'lga chiqib olsak ham bo'ladi. Keyingi lokatsiya shahar. Va do'stlar, ovqatlanib bo'ldik va garajni yopdik, eshiklarni qulfladik. Endi mashinaga o'tirib asta ketsak ham bo'ladi, surib yursak ham bo'ladi. Drift rejim bu yerda qiynalsa kerak, ancha qiynaladi. Ancha bu yerda tursan, faqat qiynalib yurar ekan. Mana bu yer qanaqa joy ekan? Sveli-Reven degan joy ekan. Hamma olib olamizmi o'zimizga kerak bo'lishini? Davaychi olamiz. Sumkalarimiz bo'lsa, so'rab olsak ham bo'lar ekan. Bu bakovaydan o'qirilib turadi. Bakovoy ham ko'rsatadi. Endi yo'lga chiqamiz, ketdik. Endi yo'lni do'stlar kesib tashlasak ham bo'ladi. Yo'lni ko'rib oldinglar va shaharga borib videoni yana davom ettiramiz. Va mana do'stlar, mashinamizni ham moykadan olib chiqdik. Moyka qilib oldik va mashina chiroyli ko'rinishga keldi. Mana bu migalkalarga o'ndan necha baho berishingizni kommentariyada yozib qoldiring. Men o'zim 10 dan 10 beraman, chunki o'zimga juda yoqyapti migalkalari. Kultivatorchasini mana bu yerda qoldirdim. Bizga uncha kerak emas u narsa. Va endi asta borib ko'rsak ham bo'ladi. Ketdik do'stlar. Va bugungi videoni do'stlar shu yerda to'xtatsak ham bo'ladi. Chunki keyingi videoni ertaga yoki boshqa kuni davom ettiramiz. Sizlar bilan Alisher kanali edi va kanalga like bosib obuna bo'lishni ham unutmang. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.